motor atsekki qarang. 1.6 arzon variantda. Ishoning, videoga like bosing, videoni oxirigacha kuzating. Sizga manfaatli bo'ladi. Rostdan aytaman sizga. Videoga like hali ham bosmasiz. Bitta bosib qonatib qo'ying. 2014-yil ishlab chiqarilgan, probegi 134 ming ekan. Lekin probegi qaytarilgan, bu statsiyasidan ko'rib turibdi. Xo'p, akalarimiz shu holatda olishgan ekan. Mana gemoroy holatlarini ham ko'rsatib yuboring. Qilinmagan ekan, o'ziniki ekan, xudo xolasa. Motor atsek zo'r, krilosi, eshigi va kalenkasida kraskasi bor ekan. Xudo xolasa qolgan joyini tekshirib ko'rishingiz mumkin. 1.6 super konditsionerda do'stlar. Gaz ballonlari ham bor, xudo xolasa. Olasizlar, tayyor, minasizlar. Keling yaqinroq. Mana bu yoq taraf salonni ham oling. Gentra rullar taqib qo'yishgan ekan. Sidinasida va obshivkasida ozgina ishi bor ekan. Ko'rsatib yuboring. Mana shu. Ko'rasizmi? O'sha joyini almashtirib olsanglar, plastmassasini xuddi xolasa yaxshi holatga kelar ekan. Motorlari moy emas ekan, hadoylari yaxshi o'rtacha holatda ekan. Olarkansizlar, tayyor minarkansizlar. Faqat oldi sottiga sotilar ekan. Aformentdan umuman muammo yo'q ekan. Ertaga bemalol soat 10 deysizmi, 11 deysizmi, o'zingiz nomingizga o'tkazib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, 2014 1.6 Nexus 2miz sizlar uchun 3,5 ming dollarga qo'yib beramiz. Bosib olmasanglar bo'lmaydi. Keyin mana bu joyda mana qaranglar. Krilosda mana shu ko'rinib turibdi o'zi. Mana shuncha joyda pitnosi bor ekan. Bo'ldi. Xudo xolasa kapoti, usulitr tog'alari o'ziniki radnoy, hamma yoq butun turibdi. Bosib olamiz akalar.